Dasturimizda yashil energetika mavzusi. Quyosh panellari orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish nafaqat tabiiy resurslarni tejash va atrof muhitni muhofaza qilish imkonini beradi, balki ishlab chiqilgan ortiqcha quvvatni sotish hisobiga daromad ham keltiradi. Hozirgi lavhamizda korxonasida 850 kilovatlik quyosh elektr stansiyasi o'rnatib, yashil quvvatdan samarali foydalanayotgan ana shunday tadbirkor haqida so'z yuritiladi. Ayni kunlarda yurtimizda energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha qator qulayliklar va imtiyozlar yaratilgan. Ma'lumki, quyosh panellaridan foydalanilganda elektr va issiqlik energiyasi olinadi. Shuningdek, quyosh panellari orqali elektr energiya ishlab chiqarganda atrof muhitga hech qanday zararli gazlar chiqmaydi. Eng asosiysi, quyosh panellari o'rnatilgan paytidan boshlab daromad olib kela boshlaydi. Bunday qurilmalar binolarning tom qismida hamda bo'sh yer maydonlariga o'rnatilgani uchun ishlash jarayonida hech qanday shovqin bo'lmaydi. Zamonaviy vositalar aholi xonadonlari va ijtimoiy obyektlarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beradi. Bugungi kunda ushbu qulayliklardan foydalanib ulgurgan iste'molchilarimiz ham talaygina. Birgina Qo'shko'pir tumanini oladigan bo'lsak, tumanda joriy yil 1-mart holatiga ko'ra umumiy quvvati 2,23 megavat bo'lgan 90 ta obyektlardagi quyosh panellarining to'liq o'rnatilganligi tasdiqlandi. Tumanda joylashgan Qadamboy Usta Trans Servis xususiy korxonasi ham quyosh panellarini o'rnatish orqali daromad olib kelayotgan korxonalardan biri hisoblanadi. Hozirda Qo'shko'pir tumani Yog'ur mahallasi Qadamboy Usta korxonasida o'rnatilgan 850 kilovatli quyosh panellarini to'liq va soz holda ishlab turganligi aniqlandi va shu bilan birgalikda boshqa organlar tomonidan yashil energiya dasturiga kiritilishi va tasdiqlanishi ta'minlandi. Bu yerda 1383 ta quyosh paneli 7 ta inventor hisobida ish olib bormoqda. Bugungi kunda korxonaga quvvati 850 kilovat bo'lgan quyosh panellari o'rnatilgan bo'lib, undan olinayotgan elektr energiyasi korxona ehtiyojlarini to'liq qoplab, ortiqcha qismi korxona daromadiga aylanmoqda. Mazkur korxonaning oylik elektr energiyasiga bo'lgan talabi 10 ming kilovatni tashkil qiladi. Endi quyosh elektr stansiyasi ishga tushirilgach, oyiga 70 ming kilovat elektr energiyasi ishlab chiqarila boshlandi. Endi korxona ehtiyojidan ortiqcha 60 ming kilovat yashil quvvatni sotishni ham yo'lga qo'ydi. Bundan kelayotgan oylik daromad 40 million so'mdan oshmoqda. Agar bu ko'rsatkichni 1 yilga ko'paytiradigan bo'lsak, 480 million so'mni tashkil qiladi. Bu esa tadbirkorga nafaqat ishlab chiqarayotgan mahsulotidan, balki yashil quvvatdan ham barakali daromad keltirmoqda.